Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan so'radilar: "Ya Rasululloh, amallarning eng afzali qaysi?" Payg'ambar alayhisolatu vassalam aytdilarki, "As-solatu ala vaqtiha." O'z vaqtida o'qilgan namozdir dedilar. Summa ayyu? Undan keyinchi ya Rasululloh? Undan keyin eng amallarning yaxshisi, savobi ko'pi qaysi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Marhamat, sunnat, Rasulullohning hadislari. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo o'zigagina ibodat qilishga va ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom amallarning eng yaxshisi o'z vaqtida o'qilgan namoz, ana undan keyin ota-onaga yaxshilik qilish deb ta'kidlayaptilar, azizlar. Bunga amal qilaylik.